Assalomu alaykum og'aylar, yaxshimisizlar? Armonlar. Bugungi zakazimiz Ililik kolxozda bo'ldi o'zimizning. Lunacharskiy 13-maktabning orqa yog'ida İlyas akaning uyi bo'ldi. Shu yerga hozir steyashki bordiyor quyib taqlab chiqdik. Steyashkisi 235 kvadrat bo'ldi, bordiyor 37 metr bo'ldi. Shu hozir polностью bitdi. Mana shu yerine quydirmadi bo'lgan. Qolgan hamma yeri 4 davraga quyildi. Shunday. Tip ne bu yoqi. Az qaptonni bordiyordan ko'rsatib o'tamiz orqa yog'ida. Mana shu orqa yog'ining steyashki bordiyori. Mana yerga stupinka quyildi. Steyashkiga vertolyot yurgizildi. Steyashkamiz tip-tiniq bo'ldi. Yuvib yaltiratib yuraveradi xudo xolasa. Mana shunday. Hammaga nasib etsin shunday steyashki bordiyorlar uzattirmak joyini. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqa ochib ishlataverasizlar. İlyas akaga nasib etsin deb qolamiz. Agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, bir like bosib qo'yasiz İlyas aka. Mana shu mana qaptali mana. Bu ham steyashki bo'ldi. Bordiyor quydirmadi bu yerga. O'zining bordiyori bor deb mana. Bu yerga da vertolyot haydalib yaltiratildi. Shuning bilan bu obyektimiz ham bitdi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. And